Mana shunaqa aka. Gemoroy deb kelsangiz, oyog'ingizni operatsiya qilamiz birinchi bo'lib. Chunki mana qarang, mana shunaqa paytda-chi o'zi, gemoroy va varikoz bo'lgan paytda har doim birinchi bo'lib qaysi hayot uchun xavfli bo'lsa, o'sha qilinadi. Mana varikozlarda tromb bo'lishi mumkin-da, ya'ni qon qotib qolgan bo'lsa, u birdaniga sakraganingizda, u yurib turgan paytingizda birdaniga ham ko'chib ketib qolishi mumkin-da, bu tomirning ichidan. Siraz bo'ladi, yurakka tiqiladi. Bo'ldi. Bu sizning hayotingiz uchun juda xavfli. Tem bo'lib o'zi bir marta tromb bo'lgan ekansiz-ku. Bu o'sha narsani oldini oladi. Gemoroy u noqulaylik tug'dirishi mumkin, to'g'ri og'riq beryapti, og'riqni qoldirib beramiz. Shuning uchun birinchi buni yo'q qilib beramiz. Lazerda yo'q bo'lib ketadi bu xudo xohlasa. Bir 10-15 kundan keyin yoki bir sharoitingiz bo'lganda keyin uni qilib ketaverasiz. Xo'pmi? Mana bemorimiz varikoz tomirlar juda ham yomon bo'lib ketgan. Даже ikkita oyog'ida. Mana bunisini ham bitta ko'raylik. Mana bunisida ham. Aka orqamni davolaylar deydilar, lekin oyog'ingizni davolaymiz deb turib oldi. Lazerning yaxshi tomoni mana shunaqa katta-katta tomirlarga ham kesilmaydi-da, mana kichkinagina teshikcha bo'ladi. Mana bundoq qilib kateterga tushamiz. Ichidan lazerni jo'natamiz. Tomirni kuydirib beramiz. Xudo xolasa qarabsizki, onadan yangi tug'ilganda bo'ladimi? onadan yangi tug'ilgandek qila olmaymiz. Xudo xolasa, lekin oldingisidan inshaalloh yaxshi bo'ladi. Oyog'ingizdagi og'riqlar, yaralar yo'qoladi. Ko'p yursangiz oyog'ingiz charchoq bo'larmidi, yo'qmi? Shu charchoqlar ketadi. Mana shu yaltiroq narsa lazer bo'ladi tomirning ichida. Biroq mana ichida nima tomir devorlari. O'sha narsa kuyib yopishib ketadi.